Bog'dan Nexa'mizni ham mana ko'p joydan o'chib tashladim. Mana ko'rib turgan yerda qarani qanaqa holatda mana joyda mana. Qo'shilib ko'chib ketgan. Mana shu joy ko'chib ketibdi. Mana shu joydan bilasizlar. Judayam ko'chib ketgan. Sen to'g'rilamasa bo'ladi. Mana ichlarini ham mana torpedalarini ham polni yechib tashladik. U torpedalarini yechib qaraymiz qilamiz deganmiz. O'shani torpedalarini yechib tashladim. Endi o'zi rolovoy yechishim kerak. Iloji yo'q ekan menda. Rolovoy yechmasam bo'lmaydi. Chunki mana narsa uni rolovoy ushlab turgan narsada mana siz ko'rsatib olsam agar. Mana shu rolovoy qotib turgan narsada rolovoy qotgan joy sinib ketibdi. Endi uni iloji yo'q. Rolovoy baqa olib, chiroylab svorka qilib, qalinlikdan qo'yib svorka qilib qo'ymasak umuman iloji yo'q. Shunaqa gaplar. Rolovoy ham olarkanmiz baqa. Bilasiz kalomni shunaqa ishlar bo'lib turibdi. Kuzatib boring qadrdonlar. Qadrdonlar Nexia ikkimizni ham mana rolovoylarni yechib oldim baqa. Chunki rolovoy yechmasam bo'lmas ekan. Buni mana qanglarsa, mana qotadigan joyi mana. Mana qotadigan yeri sinib ketibdi buni. Mana sinib ketgan. Mana odamda qotib turgan joyi. Shu sababdan buni endi yechib oldim. Mana endi buni mana ichlarini ham ko'rsani, dahshat o'ta. Mana ko'rinibdimi? Mana qotadigan joyi nima holatda bo'lyapti. Shuni hammasini endi qaytarib svorka qilamiz chiroylar. Keyin yig'amiz. Buni ishi shu. Mana shunga o'ylab kelganda shuni qilib berishga harakatdamiz. Bitta shuni svorka qilish uchun voy hammasini yechdi. Xo'p, mana Nexia ikkimiz ham temirni mana svorka qilibman. Birinchi o'zini keltirib svorka qilib oldim. Keltirib svorka qilib joyiga qo'yib, mana boshqa list qo'yib, ustidan yana qo'shimcha uni ham svorka qilib qo'yaman, xudo xolos. Shtop moshni bo'lish uchun-da. Shunaqa gaplar ishlar ketib turibdi. Assalomu alaykum qadrdonlar. Xo'p, mana Nexia ikkimizni mana xudo xolasa mana aytganimda haligi ashi joy singan joy bo'ldi. Endi o'zim mana bacholarni qo'yib o'rganman. Qurumaydi. Rolovoy ekani qotadigan joyi sinib ketgan, maydalari uzilib. O'shalarni 90 ko'rinmaydi. Shunaqa ko'rinmaydi joyda-ku. Xullas ashi joyini svorka qildim. Uning uchun rolovoy oldim lekin baqa bo'shatib olib qaytarib qo'ydim. Oson emas ekan rolovoy kerak ekan yechsam. Lekin rolovoy tegagan yechmasa ham chiqazib, yana qaytarib qo'ysa bo'lar ekan. Internetda nima qaradim, shunaqa qilib yechib olsa bo'ladimi degan savollarni yozsam, chiqmadi. Hech kim aytib o'tib ketmabdi bu videosida ham. Yechsa bo'ladi, qo'ysa bo'ladi deb. Bag'da torpedada. Keyin mana bu 22 voltda bo'shadi rol o'zi mana uni qaytadan bo'shatishi bilmay qiynalib yurishim mumkin. Men internetda ham qaytadan yechishi deb qiziqaysiz odam yozsam bilmaysan, hech qayerda yozmagan. Mana shu yerda mana plastmassa bor ekan mana. Oson, juda oson. Mana shu plastmassani chiqazasiz. Bu tarafda ham xuddi mana shu plastmassani chiqazasiz. Mana shu chiqadi. Bu prostelga для красоты xolosda. Aslida bu yerda ham mana qanday bo'ladi? Mana qo'yib olishgan. Buni ep tashab, to'kmoq simpim bilsangiz ishlardir. Buni ep tashsangiz, ashada bu zvozdichka kulish tushadigan, yulduzchalik tushadigan kulish bolt bor ekan. Bag'da bitta. O'shani bo'shatsangiz, mana qapqog'i chiqadi. Mana qapqog'i o'zi chiqadi. Shu qitib. Qapqog'i o'zi chiqadi. Keyin yerda o'zi 22 volt bo'shatasiz, rol chiqadi baqa. Rol ham prujinaga o'tirar ekan, bu qitib chiqadi. Keyin rolovoy mana yerda o'qi bor ekan, mana yerda o'qi mana. Shu o'qi bo'shatilar ekan. Ikkita bolt bor ekan, 13 bolt. Siz o'shani bo'shatasiz, chiqib kelar ekan. Asosiysi, menga misollarga ana bo'lgan joylar masheta, qiyin bo'lgan masheta. Internetda izlanib qidirsam chiqmagan joyda mana shuni aytib o'tib ketilmagan cham. Hech qayda. Keyin mana bu ham oson emas ekan, to'g'risi. Mana. Voy, qani mana qotgan, mana bo'raniki mana rolovoy qotgan mana narsa. O'sha bir qotgan. Bu 18 kulishda qotar ekan, bo'shar ekan. 18 kulishda juda kulib tushadigan joy qiyin, o'ta qiyin mana shu ekan.
Aşağıya turib qotgan shu rulga anchasi qiyin. Endi o'z berib ko'rmaydi chunki bacho'la bor-da. Bacho'la bo'lmaganda ko'rinib turganda kechagina yechgan holatda, yechilgan holatda kechagina. Ba'dan ham ko'rinmaydi. Aşağıya eng qiyini. Mana endi yechmasa ham bo'lar ekan 15, 17dagi bolt 15 qotadi bolti. Endi yo'chmasdan ag'da 19, bag'da 19. Rulvoy ag'dan yechib, o'qqa shu ushadigan raqamga 12 boltlarni yechganmiz. Chiqaz bo'lsa bo'lar ekan. Bir uzum qildim. Agar 2 kishi bo'lsa, bo'lib bundan ko'ra osonroq, yengilroq bo'lib o'tadi. Shunaqa gaplar. Ha, torpeda ham mana endi bo'shar ekan, ehtiyot. Manaqa joyda mana uni yechish kerak bo'ladi. Men yechgandim. Mana yechsangiz, mana yechasiz, mana bitta 13 gaka bor. Shu 13 gakani bo'shatasiz. Torpeda chiqadi. Nerigi tarafi va shu pribor tagida bor. O'zi pribor yechganingizdan keyin gaka ko'rinadi. Gaka nechib olasiz? Shunaqa gaplar. Atak baribir misol qiyinchilik yo'q, baribir devu oson. Yaxshi, chemjiguliga nisbatan qo'l tushmagan joylarda qilib ishlangan ekanda, o'ta bir qo'l tushmaydi, o'ta bir noqulay, unga endi sposobnost qilib har xil kurishlardan tanlab olsa bo'ladi, lekin shunaqa. Kimga shunaqa ishlar kerak bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'chib tashlab, yana qaytarib o'rniga qo'yib, yig'ib qo'ydim inshaalloh. Hamma yog'i ishlitdi. Rollar, kilitlar hammasi zo'r ishlab turibdi, xudo xolisa. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha obuna bo'lganlar obuna bo'linglar.